Ushbu strategiyani sizlar bilan tahlil qilamiz. Narx hech qanday aniq zonada emas, ya'ni u tabiiy ravishda likvidlikni izlaydi. Shuning uchun avvalo kechagi kunning high va daily low'ni muhim likvidlik zonalari sifatida belgilaymiz. Narx harakat qilayotganda aniq bullish struktura shakllanayotganini ko'ramiz. Ya'ni higher high va higher low'lar hosil bo'lib, narx kechagi high tomon harakatlanadi. Narx shu darajaga yetgach, uning ustidagi likvidlikni sweep qiladi va zona atrofida konsolidatsiya boshlaydi. Keyin hammasi o'zgaradi. Narx birdaniga oxirgi ikkita higher low'ni buzadi. Bu esa market strukturasining o'zgarganini bildiradi. Bu sell izlashimiz uchun birinchi signal. Bearish harakat kuchli impulsiv bo'lib, ortida fair value gap qoldiradi. Biz sabr bilan narxning o'sha FVG ga qaytishini kutamiz. Narx qaytib kelib FVG ichida yopilganda short pozitsiyaga kiramiz. Target oddiy, keyingi likvidlik zonasi, ya'ni daily low.